O'zbekistondagi eng baquvvat muravelardan bittasi hisoblanadi. Liboy muraveni olib kelasizlar, bemalol solishtirib olsanglar bo'ladi. Mana listlari ham ancha qalin materialdan ishlatilgan. Xo'p, muraveni umumiy og'irligi 500 kg akalar. Bemalol boshqa muravelar bilan solishtirib, ko'rib, xarid qilib kelsanglar bo'ladi. 2 tonnalik bortini kattaligini o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Motor miyasi 2200 vatli. Qaranglar. Juda ham katta motor miya o'rnatilgan. Kabellarni qaranglar. Xo'p, ikkitadan 4 ta risol, qo'shimcha prujina, 4 ta amortizator. Mana. Xullas, bunga zakazga generator uстановка qilib berganmiz. Mana. Balon razmerlari ham 550 ga 12 hisoblanadi. Oldida tumanilari bor. Elektronik tablo. Mana. Aytib o'tganimdek, O'zbekistondagi Liboy muravi bilan solishtirib ko'rsanglar bo'ladi. Listni eng qalinidan ishlatilgan Xitoyda. Mana. Muravining og'irligi ham 500 kg. Xudo xolasa, bemalol ayta olaman, O'zbekistondagi eng baquvvat muravilardan bittasi. Xo'p, generatorni alohida olaman desanglar, 200 dollarga ustanovkasi bilan qilib beramiz. Xohlasanglar, viloyatda bo'lsanglar, dastavkasini ham qilib beramiz. Xo'p, muraveni o'zini narxiga keladigan bo'lsak, 1500 dollar akalar, 2 tonnalik. Mana. Silindrlari ham 4 ta. Bortdagi mana profillardan ko'rsanglar bo'ladi. 3 tadan 6 ta. Qaranglar. Mana Liboy muravi bilan mana shu videoni ko'rsatib solishtirib olsanglar bo'ladi. Qaranglar. Juda ham katta. Xullas, bu muravida hamma eksperiment qilib ko'rganmiz akalar. Instagramga o'tsanglar ko'rasizlar. Liboy eksperimentni o'tkazib ko'rganmiz. Xo'p, Armada Motors'ning 1,5 tonnalik muravesiga 2 tonnalik 200 yuk yuklaganmiz akalar. 1,5 tonnaligiga. Endi buni o'ylab ko'ringlar, 2 tonnaligi xudo xolasa menimcha 3 tonna olsa kerak. Qaranglar. Juda ham katta. Kimga kerak bo'lsa, do'konlarimizga kelib xarid qilsanglar bo'ladi. 1500 dollardan 2 tonnalik. Xo'p, buni bo'lib to'lashga ham uzun marketdan olsanglar bo'ladi. Zapchastlari ham xudo xolasa o'zimizda bor. Aloqaga chiqarasizlar, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Mana. Hammasida Armada pechatlari bor.